Kunlarning birida bir ustoz o'z o'quvchilaridan ular yomon ko'radigan odamlarning ismini qog'ozga yozishlarini so'radi. Ular bu ishni bajarib bo'lgach, ustoz ularning har biriga qog'ozda nechta ism yozilgan bo'lsa, ertaga o'zlari bilan o'shancha pomidor olib kelishlarini buyurdi. Ba'zi o'quvchilar xaltachada 2 dona pomidor olib kelishdi. Boshqalari 3 ta, 5 ta yoki hattoki 10 ta. Ular bu pomidorlarni 2 hafta davomida o'zlari bilan olib yurishlari kerak edi. Ammo 2 kun o'tar o'tmas o'quvchilar aynishni boshlagan bu sabzavotlarning hididan noliy boshlashdi. O'quvchilarning bir nechtasi o'zlari bilan o'nlab pomidorlarni olib yurishga juda qiynalishardi. Ularning hidi juda kuchli va o'tkir edi. Bir haftadan so'ng ustoz barcha o'quvchilarni yig'ib, ularning shikoyatlariga yana quloq tutdi va dedi: "Bu nimaga o'xshaydi bilasizmi? Bu sizga ba'zi odamlar yoqmaganida o'z qalbingizda olib yurgan narsaga juda ham o'xshaydi. Nafrat tuyg'usi qalbni kemiradi va uni kasal qiladi. Agar siz bir haftadan so'ng aynigan pomidorlarning hidiga chiday olmayotgan bo'lsangiz, siz har kuni o'z yuragingizda, qalbingizda olib yurgan husumat, adovat, alamlarning badbo'y hidini tasavvur qilib ko'ring-a. Qalb bu shunday go'zal bog'dirki, uni yovvoyi o'tlardan muntazam tozalab turish kerak. Ya'ni sizni g'azablantirgan odamlarni kechirishingiz kerak. Bu unda haqiqatda ezgu ishlar uchun joy ochib beradi. Hayotdan har narsani olavermang, faqat eng yaxshisini oling." Hurmatli tinglovchilar, kanalimizda yanada qiziqarli videolar chiqishi uchun videoga like bosishni unutmang. Barchangizni oilangizga tinchlik, xotirjamlik, ishlaringizga baraka bersin. Hayotda nimaiki yaxshi niyat qilgan bo'lsangiz, Alloh niyatingizga yetkazsin.